Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Roza haqqidagi fiqh darslarining davomi. Bu yerda bir masala bor. Kunduzi bak uzun bo'ladigan yoki bak qisqa bo'ladigan rayonlarda qanday bo'ladi deganda, bu masalaga nisbatan kuchli ko'z qarash. Kunduzi qanchalik uzun bo'lib ketishidan qat'iy nazar roza tutish kerak. Ya'ni kunduzi bak uzun, kecha bak qisqa bo'lsa-mu, kunduz bilan kechini ayrig'ili bo'ladiganlar bo'lsa, kunduzi roza tutish kerak. Ammo faqatli kunduz bo'lsa yoki faqatli kecha bo'ladigan bundaq bir ahvol bo'lib qolsa, u chaqda shu rayonga eng yaqin bo'lgan kecha bilan kunduzni farq etgili bo'ladigan rayonning vaqtiga asosan kunduzni hisoblab turib, shu vaqtda roza tutadi. Yana bir masala, ma'lum bir davlatda roza tutib, ondan safar qilgan kishining hukmi. Bir musulmon kishi ma'lum bir davlatda roza tutdi. Ondan boshqa davlatga safar qildi. U chaqda uningki rozasining hukmiga nisbatan rozasi va ig'iz ichishiga nisbatan o'zi yetkilib bo'lgan davlatning ahvoli qarta bo'ladi. Yetkilib bo'lgan davlatning odamlari roza tutsa, ular bilan tang roza tutadi. Ular ig'iz ichib hayit qilsa, ular bilan tang hayit qiladi. Agar u boshqa davlatga yetkilib bo'lgandan keyin, safar qilib yetkilib bo'lgandan keyin, uning rozasi vaqt farqi yoki shu davlatdagi odamlarning oy ko'rishining ahvolining o'xshash bo'lmasligi sababidan rozasi 29 kundan ozib qolsa, masalan 28 kun bo'lib qolsa, u chaqda ular bilan tang hayit qilgandan keyin, hayitdan keyin bir kun rozani to'liqlab tutib yetadi. Agar o'zi safar qilib yetkilib bo'lgan davlatning odamlari burunroq oy ko'rib, bir kun burun oy ko'rgan bo'lsa, masalan, ular bilan tang ig'iz ochsa, tang roza tutsa, 30 kundan eshib ketsa-mu, masalan 31 kun bo'lib ketsa-mu, ular bilan tang roza tutib, tang ig'iz ochadi. Odamning tutgan rozasi 31 kun bo'lib ketgan taqdirda ham. Chunki u safar qilib yetkilib bo'lgan davlatning ahvoli qarata shular bilan o'xshash roza tutib, o'xshash ig'iz ochadiganligi uchun. Rozadagi mustahab ishlar. Oldi bilan suhurlik yeyish. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Sizlar suhurlik yanglar, suhurlikda barakat bor degan bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Suhurlik yeganda kunduzda jafo tatib qolmaslikqa foydasi bor. Bir jutum suv ichish orqali suhurlik yegan hisoblanadi. Chunki Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundaq dedi: "As-sahuru akluhu baraka fala tad'uhu." Suhurlik yeyish barakatdir. Sizlar suhurlik yeyishni tark etmanglar. "Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma." Sizlarning biringlar bir jutum suv ichib bo'lsa-mu, suhurlik yeyishni tark etmanglar. Fa innalloha azza va jalla va malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Rozada yana mustahab hisoblangan ishlarning qatoridan zuhurlikni kechiktirish. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda uni mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga zuhurlik yedik. Ravi deydi: Men dedim, zuhurlik bilan namozga turishning oralig'ida qanchalik vaqt bor edi desam, Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu 50 oyat dedi. Ya'ni 50 oyat o'quvdak miqdorda vaqt bor edi. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Rozador kishi misvak ishlatsa durust. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat va 'inda kulli wudu degan. Agar ummatimga jafo silib qo'yish bo'lmagan bo'lsa, men ularni har bir namozda va har bir tahorat vaqtida misvak ishlatishga buyurgan bo'lardim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu so'zi rozadorlar misvak ishlasa bo'lmaydi degan so'zni o'z ichiga olmaganligi uchun, payg'ambar alayhisalom bu gapni qilmaganligi uchun har qanday vaqtda misvak ishlasak bo'ladi. Ramazonni umr qilish
sünnət hesablandı. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm umratun fi Ramazana ta'dilu hajjatan degan. Yəni Ramazanda ömür qilish hajga barobardir degan bu hadisni İmam Buxoriy və İmam Muslim rivoyat qilgan. Ro'zadagi mustahab ishlarning qatoridan yana iftor qilishga aldirash, iftorni baldirroq qilish. Chunki Peyğəmbər sallallohu alayhi və səlləm la yazalun nasu bi xayrin ma ajjalul fitra degan. Ya'ni insonlar ig'iz ichishga, iftor qilishga aldiraydi ekan, ular davomli yaxshilik ichida bo'ladi. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ya'ni kun o'ltirgan hamon iftor qilishga aldirash demakchi. Kun o'ltirib bo'lib, azon chiqib, hatto muazzin iqomat tushirib namozga shu vaqtgachilik kechiktirmaslik demakchi. Ro'zaning mustahablarining qatoridan yana iftor qilganda ho'l xurmo bilan ig'iz ichish. Agar ho'l xurmo topolmasa, quruq xo'mi bilan ig'iz ichish. Xo'm yegandami jup yemasdan taq yeyish. Masalan, 1 tal yoki 3 tal, 5 tal, 7 tal shunday taq yeyish mustahab bo'ladi. Agar quruq xo'mini topolmasa, suv bilan iftor qilish mustahab. Chunki Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq kelgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sham namoz o'qishdan ilgari ho'l xurmo bilan ig'iz ochadi. Agar ho'l xurmo bo'lmasa, quruq xurmo bilan iftor qiladi, ig'iz ochadi. Agar umi bo'lmasa, bir qancha yutum suv ichadi. Bu hadisni Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan hasan hadis. Ro'zadagi mustahab ishlarning qatoridan ro'zador kishi ro'za tutayotgan holda, ya'ni kunduzning har qanday bir vaqtida va shundaqla iftor qiladigan vaqtida duoni ko'p qilish. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 3 turli kishining duosi ijobat qilinadi, rad qilinmaydi, qaytarilmaydi degan hadisda ro'zador kishi iftor qilg'ichilik degan. Ya'ni ro'zador kishi iftor qilg'ichilik bo'lgan orliqda ro'zador holatida duo qilsa qabul qilindi, ijobat qilindi, rad qilinmaydi. Ro'zada makruh bo'lgan ishlar, ya'ni yomon ko'riladigan ishlar. Makruh ishlar deganimiz qilsa gunoh bo'lib ketmaydigan, ammo qilmasa ajr oladigan ishlar. Mustahab deganimiz qilsa ajr oladigan, qilmasa uningga jazo ezilmaydigan ishlar. Ro'zadagi makruh ishlar qaysilar deganda, ig'ziq suv olganda va burnuq suv olganda mubolag'a qilib o'tish, ya'ni bak kuchab g'ar-g'ar qilish, geliga kelishlik masalan, burnuq suv olganda bak kuchab suv olish degandek. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq degan: "Va baligh fil istinshaqi illa an takuna so'ima." Tarataga vaqtida burnuq suv olganda kuchugin, bakroq mubolag'lashtirgan, ammo ro'zdor bo'lgan vaqtida unda qilmag'in, ya'ni ro'zdor holatda kuchab suv olmag'in. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan sahih hadis. Chunki burnuq suv olganda va ig'zini chayqaganda, mubolag'a qilayotganda uning geliga berib, ichi kirib ketadi. Ro'zadagi makruh ishlarning qatoridan yana o'zini kontrol qilolmaydigan, o'zini tutib olmaydigan odamlarga nisbatan ayolini suyish. Chunki bu odamlarga nisbatan ayolini quchoqlab so'ygan vaqtida ma'ni chiqib ketishi mumkin. Va yoki uni nafsi ayoli bilan Ramazonning kunduzida birga bo'lishga opirish mumkin. Ammo o'ziga ishonchisi bor, o'zini tutib oladigan odamlarga nisbatan ayolini suysa, ro'zdor holatda turib, hech qisi yo'q, bo'laveradi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ro'zdor holatda ayolini suyatdi. Oysha radhiyallohu anha shunday deydi: "Va kana amlakukum li irbihi." Ya'ni o'zining hojatiga nisbatan, o'zini tutib olishga nisbatan eng tutib oladigan edi sizlarning ichinglardagi. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ro'zadagi makruh ishlarning qatoridan yana hojatsiz, zaruriyatsiz tomoqni tetib beqish. Ammo zaruriyat uchun bo'lsa, tomoqni tetib baqsa bo'ladi. Ammo tomoqni tetib baqqanda ichiga kirib ketishdan ehtiyot qilish kerak. Ro'zadagi makruh ishlarning qatoridan yana vaqtni o'yin tomosha, kulgi chaqchaq bilan zoya qilib o'tish. Chunki bunday odamlar nurg'un ajrdan, nurg'un savobdan quruq qoladi. Ya'ni ro'zador kishi tilini boshqalarga aziyat berib tillashdan va sat gap qilishdan saqlash kerak. Agar boshqalar uni tillasa, men ro'zador deyish kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganki, agar sizlarning biringlar ro'za tutgan bo'lsa, sat gap qilmasin, og'izni buzmasin, boshqalarni tillamsin. Agar boshqalar uni tillab qolsa yoki uni bilan urushsa, men ro'zador desin. Ro'zadagi makruh ishlarning qatoridan yana 2 kun yoki uningdan ko'p ulab ro'za tutish.
Ulab ro'za tutish degan, masalan, bugun atigan zuhurliq yeb, kechda iftor qilmay, atigan zuhurliq yemay yana toki ata kechda andin iftor qilsangiz, bu 2 kun ulab ro'za tutgan bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday qilishdan cheklagan. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda Oysha radhiyallohu anha shunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishilarga rahim shafqat qilib, ulab ro'za tutishdan cheklagan. Ular: "Ey Rasululloh, sizlar o'zlar ulab ro'za tutganligu" degan vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Mening ahvolim sizlarning ahvolingizga o'xshamaydi. Chunki Rabbim menga taom yedirdi va meni sug'urdi" degan. Hamda ro'zaning qazosini qilish, nafl ro'za va cheklangan ro'za qatorliq mazmunlar qoldi. Buni kelarki soatda so'zlaylik. Bugungi dars mushayichi bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.